Dünyalarını obod etib, ilohim ul zotlarni jannatda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan qo'shni bo'lishlikni, birga bo'lishlikni Alloh nasib etsin. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim barchamizni balo qazolardan asrab, sizlarni xonadonlardan chiqib, safarda yurib, bosib kelayotgan har bir qadamlaringizga Alloh ajr va savoblarni bersin. Ilohim keyingi boradigan safaringiz Makkaga, Madinaga Allohim yetkazsin. Allohim har biringizni ahli oilangiz bilan, yaqinlar, jigarlar, farzandlar bilan, o'g'il qizlar bilan qalbingizda nima niyatlar bo'lsa, muborak joyga kelib, sizlarni qilayotgan duolaringizni Allohim barcha niyatlaringizga yetkazib ijobat aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. O'g'illarimizga yaxshi joydan kelinlar, qizlarimizga yaxshi joydan kuyovlar, farzandlarimiz baxtli, saodatli bo'lsinlar. Allohim farzand talablarimiz bor. Barcha farzand talablarimizga solih va soliha o'g'il qizlar bilan siylasin. Allohim insonni jufti bilan yaratdi. Hech bir bandani yolg'iz qo'ymaydi. Dardmanlarning dardlariga shifo, qalblariga nur bersin. Bismillahirrohmanirrohim. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, innamal a'malu binniyat. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar bi rahmatika ya Alloh. Ziyoratlar qabul bo'lsin. Albatta xizmatlarimizni hammangizga niyatlaringiz, xizmatlaringizni beraverasizlar. Bitta tilda yozing. Ajr Alloh bersin. Keyin birgalikda boshqaramiz. Rahmat. Sağ olun. Rahmat. Xo'p, ajrni bersin, rahmat. Xo'p. Akalar, mehmonlar, shunday kelasizlar, kitoblardan beraman. Rahmat. Ostonda gapirgan gaplar to'liq yozilgan. Alloh ajrni bersin. Devordagi 74 ta hadis ham mana shu kitob ichiga kirilgan. Ajrni Alloh bersin. 1956-yillar, 30-40-yillardagi rasmlar ham bor. Mana pastga tushamiz birga. Mana Qozog'istondan kelyapmiz. Kelinglar. Bu tomonga o'tib ketib qolmanglar, birodarlar. Rahmat. Hozir birgalikda bu yoqdan tushamiz. Rahmat. Mana ta'rifini eshitdikmi? Tushundikmi? Tushunarli bo'ldi. Agar savollar bo'lsa berasiz. Xo'pmi? Bismillahirrohmanirrohim. Allohim qilgan xayr ehsonlarni Allohim qalbingizdan qilayotgan duolarga qo'shib, mana shu dargohda qilayotgan ibodatlaringiz bilan birga ijobat aylab, Allohim ajr savoblarni yozgan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana. Endi kelinglar, bu tomonga harakatlanamiz. Bu tomon chiqish yo'li. Shuning uchun bu yoqdan pastga tushamiz, keyin muzeylarga o'tib ketamiz. Mana hozir aytgandek, biz aytgan fikrlar mana kitoblarda yozilgan. Eski qoloplari ham bor, rasmi. Indoneziya prezidentining ham rasmi bor. 100 tane bor. 50 ming so'm, 50. Bu pullarni ham shu yerga beringlar. Akalar, o'g'illar, Indoneziya prezidentini nima qilamizlar, ha? Indoneziya prezidentini nima qilamizlar deb. o'zimiz bundan borgan. Ha? Havoda. Bu ham pulli chiqar bu. Ne? Prezident Yuqorida. Oh. Bundan chiqarib beramiz. Oqa qaytib ketdik, обратныйga. Ya mana mendan tushar. Podvalda qoldi. 5 ta
Adabiy tashkil. Beş yılda 2000'den aşkın ustalar. Albatta mana shu yer osti maskaniga qarang, qanday bir ajoyib. Bu chista top nimadan? Toshdan yasalgan. Mramor. Turkiyada mramor. Mana bu yashillari Hindistondan kelgan. Hindiston toshi. Endi barchasi Hazratimiz Imom Buxoriy uchun sizlarga tanishtirib ketyapman-da. Buni Hazrat Imom Buxoriy uchun bundan-da ziyoda bo'lsin. Butun musulmon ahliga xizmat qiladigan bir ma'naviy, madaniy oziqa, ruhan shodlik, ruhan poklik beradigan maskan bo'lib to qiyomatgacha xizmat qiladi. Inshaalloh. Imom Buxoriy Hazratimizni bu majmuasi, bu ziyoratgohi butun musulmon ummat uchun bu ziyoratgoh har doim ochiq. Albatta Makka, Madina, Quddusdagi Al-Aqso masjidlaridan keyingi bitta eng buyuk muborak qadamjoy desak adashmaymiz. Kelinglar Hazratimizni asl qabrlarini ziyorat qilamiz. Aziz onajonlar, aziz birodarlar, joylashib oling, o'tirib oling. Bo'sh joylarga o'tirib olamiz. Qur'on bu nur. Qur'on bu Allohning so'zi, Allohning gaplaridir. Qur'onni eshitish bu ma'naviyatdir. To'g'rimi? Azizlar. Albatta Qur'on o'qilganda inson ruhan poklanadi. Mana bobomiz Hazrat Imom Buxoriyning haqlariga hozir Qur'on o'qiladi. Keyin ziyoratimizni bu tomondagi eshikdan olamiz. الشمس والقمر
Yo, birinta nelar ekanda ama ne buni? Ya, shishaga bir ne yopib turdi-ku. Şuna çıkamaz. Katta durmaz. Sonra kurs aşağı. Havalı oklar hasta. Jonli efir emas. Video chiqdi. Videoga chiqib tashiymiz buni. Uncha aslida men turgan narsa, yana xudo xolasa davom etgandan Avval misoli nachara holatga kelib qolganda